Qadirlik dostlar, bu son programmamızda Jungo Aşpazlik Peşvası Şinjan Kaspi Üniversitetining takliflik professori Yunus Hamdullah muallim tayyorlagan o'zgacha taomlarning tayyorlanish usuli yana davomli huzuringlarda bo'ldi. Hamsa bu son programmamizda Yunus muallim bizga qanday tamoq etishni aytib qo'ydi ekan. Bugungi ko'rman do'stlarga o'tib qo'ymoqchi bo'layotgan tamoqimiz Yakan xalqining yerlik taomlaridan birisi bo'lgan sho'xli cho'p. Sho'xli cho'p. Yakan xalqi sho'xli cho'pni faqat sho'xlini asos qilgan holda ishlab chiqardi ekan. Ammo men buning rangdorligini oshirish uchun buning bir nechta tuxum, palaklarni tayyorladim. Bunda qilgan vaqtida rangdorligi kishilarniki ozuqlanish ishtahasini qo'zg'ash roli bor. Ha, bo'ldi. Hamsa bu sho'xli cho'pga turgan materiallardan bir materiallarimiz oq un, sho'xla, boshpiyoz, tuxum, palak qatorliqlardan iborat. Tetqilab faqat tuz, undan boshqa tetqishlatmaymiz. Bo'ldi, hamsa ma'lum tamoq etishni boshlayotgandik. Bo'ldi. Biz oldi bilan ximirini yuvib tayyorlaymiz. Bu ximirga soldigan tuzning miqdori odatdagi Peter ximir yoki yoyim cho'pniki ximir miqdori o'xshashtirsangiz bo'ldi. O'xshash bo'lamda? Buningga yana bir tal tuxumning iqini chiqib qo'ysak, ximir chiqadi, ha? Elastikligini oshiradi. Serqini qo'shmaymiz-a? Serqini qo'shsakmi bo'ladi, ammo ximirning rangi sog'ish chiqib qoldi-da. Qoldi. So'g'oq suvmi? So'g'oq suv. Ximirning chiң bo'shlig'i qandaroq bo'ldi jug'agan vaqtimizda? Ximirning chiң bo'shlig'i odatdagi yoyim cho'pniki. Uygurlarning ximirinigidek bo'slamda. Ekran oldidagi do'stlar, programmamizga ishlatgan bu unni Şinjan Poskam Aq Yulduz un zavodi alayida ta'minlagan. Şinjan Poskam Aq Yulduz un zavodi ishlab chiqargan Aq Yulduz markali bu unga hech qanday kuchaytgich, ko'ptirgich, oqartqich deganda ximiylik tarkiblar qo'shilmagan tabiiy yeshil yemeklik bo'lg'achqa, bu unda ximir jug'aganda tuzni chiqarib silishimiz kerak. Ma'lum, mushu hozir siz men Uygurning ximiridek jug'urimiz dedingiz-ku, un tuxumning iqini qo'shib, mushu lag'manlarning ximirini jug'agan vaqtidami, mushuni tuxum qasaq bo'lamdi bu. Ba'zi ustalar mushu lag'man ximirga tuxumning iqini chaqsa, ximirning o'zlikda o'ziz kuchini kuchaytirib ximirni bo'pmi yoz kunlari havo issiq vaqtlarda ximirning oson erib ketmasligini oldin cho'p tirik chiqadi. Lekin cho'qim tuxumning iqini solimizga seriqini solib qo'ysa, ximir sog'ish chiqib qolgan, suzuk chiqmaydi. Suzukligiga ta'sir etadi. Ammo bo'lmaydi deganlik emas. Ximir yug'urilib bo'ldi-ya, ma'lum. Ximir yug'urilib bo'ldi. Endi buni birdan tindirib, qayta ishlab bundan keyin yaysak bo'ldi. Qanchalik vaqt tindiramiz? 5 minut atrofida tindirib. Bundan keyin qayta ishlab, yana birdan tindirib, bundan keyin yeyishga taraddud qilsak bo'ldi. Çay atıdık kutluk günni, toy tökünni bezmelerni. Çay tutup hem elev aldık, rencitsek ger kömüllerini. Çayxanada mullakat bub, dili yuruk danışlarga, yadikar kıp elev aldık, izil ahlak ögütlerini. Yadikar yürüşlük çayları. Dehqonning qorni ko'ksida kangir ketgan etizda mehr va mehnatga qinib pishgan bug'doylarim. Sen bilan subaydim burun didorlashqim keladi. O'zimni yerda emas, saman yo'li des qilyapman. Xamanda don emas, halol ajrimdan chaqnagan nurliq yulduzlarni so'rayapman. Seningdan ne'mat olimiga to'kilgan saodat yo'lisi meni murodimga yetkazdi. Ey bug'doylarim, sen Zarabshan bo'ylarida o'sib yetilib, aqida tugmanlarda oppoq qarga, nurliq yulduzga o'xshash tortilib chiqding. Shuni seni oq yulduz deb atadim. Sap oltinga pardoz yarashmagandek, sanama oqartqush, kuchaytgush, ko'ptirgichlar yarashmaydi. Oq yulduz yurishlik unlari. Olim 5 minutmi to'shdiq deyman? Yana bir ishlaytamdik, ximirga. Bir ishlab ximir qayta tingicha
Doğraş tayyorluğumuzu kısak buldu. Şimdi yeni bir kaşmetin varsa hem de biz mağı köfteklerimizin doğrap tayyorlarımız. Biz aldığından kazan su koyup baş şohlanınki postunu suyu etimiz. Kaynak su mu kuygunağız? Kaynak su. Şohlanınki postu bir kadar kılınmağaşka asan hazım bulmaydı. Bazı kişilerinki aşkazınığa ziyan kılış mümkün. Şunun için biz postunu elivetsek tamakın süpütük yapalatlık kılıldı. Hem asan hazım buldu. Hem asan hazım buldu. Kaynavatkan suğa salımız. Kaynavatkan suğa şohlanı salımız. Şu çağda şohlanın postu asan soyuldu. Təmik təsir etməm də? Təsir etməydi. Baydırıq bununki postu adını ziyad qılınmağışqa təsir etməydi. Qançilik vaxt tuğuzumuz qazanda? Bir minut ətraf turğuzsaq oldu. Yerildi ya postu ya? Postu yerildi. Postu yerilğandı leyib alamdıq? Şimdi evip bunu postunu suyu versek istimal qilishqa asan buldu. Kızıq ki. Bu bir ilmi usul. Nurgun kişiler şoxunun postunu hazım kılamaydı, lekin şunun kurtuluşunun amalını bilmemiz gerek. Endi toğramdı. Endi bunu toğrayımız. Palaka? Palak ızık. Aşağı toğrasak cihyaga öğrense körkem ranglar çıkamdıkını dedim. Endi xemirimiz tınğıca şoxlu çöpnünki şoxlusunu korup da koymuş. Qanchalik tuxum salmiz bununğa? Miqdari qanchalik ulu, qanchalik unğa, qanchalik materialga, qanchalik tuxum degandek. Bununğa özümüzden ehvalıga qarab biraz kitap satsak mı bunu? Onu muqim ölçümü. Yok mu? Yok. Hem de bolsa satsak buldu, bulmasa hatta samsak mı buldu. Bununla ko'rishdan avval azroq tutsab qo'yamiz. Endi uchoq o'ti qilib. Men chalamdiq, men chalayman. Aldılar. Mayını koyup kızıtalım. Mayım cık ketmeydi gene. May cık koysak cık ketidi. Ama bu tabakınki tabiiti holesterinni tüveltiş, kan besim balanın kan besimini tüveltiş maqsadi da etilayotgan tamoq bo'lgandan buni bu mayni cık koysak. Bunun üstüge mavi tuxum başka qurishlar o'xshamaydi. Bunu yağ shumirishchanligi bir qadar kuchli. Agar bunga mush yog'ni qo'ysak bu ichib o'tmaydi. Ama biz ehtiyojimiz qarab qo'ysak bo'lar. Yağning hararasini yuqori qo'ysak, o'chog'da tuxum kuyib ketadi. Tuxumni qo'yganda diqqat qilganda mayning hararasi yuqori ketmasin. Tuxumni qo'rib avlab, uningdan keyin alani qo'rsak,
Hem bunun az miktarda bayokның aralığında may koyupla bunu koşumça materyallarımızı koruvalımız. Pomidor ve umaşalat kendisine koyuyoruz. Umaşalat kendisi. Ot çıkanlarak buldu bu haftada. Oturalım. Ben diyor sizin piyazını pişirip salam gidetmeyin. Göç bulmağa kalasıdı. Piyazını yazatıp baldır seyip koruyormuşsun. Buna okşumaydı gene. Evet, doğru. Piyazını baldır sırassak, mağı çoğluğuna koruş. Vaktimiz bir kadar uzak uğraşka. Piyazınki ozukluk koydu. Yukatkanızı sırt. Kuyup gitti bunda. Ezilip gitti. Rengini saklap kalkılmaydı. Bunun için her bir tamakla etken vaxtıda bunu biz ülük halatta işletmeyin. Tamakın ahvali, bozukluk kuvveti, pişiriş usulü, hatta şununki olahidiligi hemisi közü tutkan halde canlılık işletsek. Bununla azıcık su koyup suyundururuz. Ondan sonra demek mayadım hazır şoxluğunu sapılıp yani su yuldururkemiz koy, maşalat keltirurkemiz. Toğurma vaxtları qancha uşaq. Toğursa şuncha oson bo'ldi-ku mayatga. Ma'lum ilqi qishning tozdirmanchi qizarmagan o'xshash. Shunaqa pomidorlarni pek qizdirib ketmaydi-ku yozda. Tabiiy chiqqan tandirlar o'xshamaydi. Tandiranchi qizarmagan ahvolisida hech nima bo'lmamdi yoki uning bir amal bormi? Amal bor. Uni kızartış için şokla kıyamı deydiren bir tütsü var. Bunu da azıcık koşuyorsun bunda. Pomidorunuz ancha qizil bo'lmagan ahvolasida o'zingizdan ko'ngilgidek qizarmasa, şokla kıyamdan azıcık ketasiz bo'ldi. Tushunami? Shunday. Hem de tuzunu temsil oldik. Hozir pomidorga soldingiz-a tuzini, ha? Hem de piyaz bilan palakni salsak, qizil, oq Kök buldu. Buldu mu? Pişti mi? Evet, pişti. Suyumuzu korup tayarlı olduk. Hem çöpümüzü yaysak buldu. Bu ximirini o ölçümlük yayamaydıqanlarını yo'q degil bo'lmaydi. Albatta. Bu ximirini yeyishda diqqat qiladigan ish bu yumaloq shaklli qo'g'ashqa cho'mrak shaklli va no'g'ishqa yo'yganda tadrijiy holda 30 qilin cho'rsini buzildi. Biz ximirini bosqanda besimni 30'ga tushirsak yayma yeyilmay turib o'ttirsa xalta bo'lib hatto teshilib ketadi. Ximining suftiga kapolat qilmaydi. Shuning uchun ximini yayganda ikki chetini yengil va ikki qo'limiz bilan sirtqa qartib sal tatqanda holatda yaysak, u chog'da ximiningki tekşi yeyilişine kapalat kızıl oldu. Ama bu noğuş her halde ölçümlük noğuşken. Bazı joyda noğuşның, hatta noğuşның özünün o'ttirsini tom chetini enchik qoldi. Ama bunun da ximir yeyish texmi qiyin. Chunki ximirning yo'g'ilish vaqtida o'ttirsdan chiqchitdi. Nefis tursa onun biz yine şu xil no'g'ishda yaysak u chog'da xeyli usti mahorat biz bo'lmasak uningda ximir yeyib chiqish tas. Bu ximirning qilinib bizlig'ish o'g'irning ximirning qilinib bizlig'iga o'xshash bo'ldi ekan-a? Asosiyatga o'xshash. Qarsam qilinib bizlig'iga o'xshash.
Ximirni ishtik tindirishning bir yaxshi chorasi bormi? Masalan, aldirgan vaqtlarda-chu. Qiziq o'tkazsak bo'ldi. Issiqroq yerda ishtik tindiganda ximira. Yoki bo'lsa, erinsak, uzoq ishlasak bo'ldi. Odamning qo'lidagi harorati bilan ximir bir tarafdan tushib voyaga yetsa, yana bir tarafdan Tinimda. tinishli bo'ldi, ishlab qoldi. Endi qozonni qaynatib. Qozon qaynatdi endi. To'qini ichitaymi? To'qini isitamiz. Çöp, hadidan uzun bo'lib ketsa, O'tirdan chiqib turib, taksiga, cho'ng taksidan kichik taksiga elishga apsiz keldi. Shuning uchun o'shunday shaklda qisqartirib to'g'risak taksiga bo'lib iste'mol qilishga qulaylik qildi. Qozon tuz samamdiqmali? Xamirning tuzi kuchli boshqa tuz samamdiq. Ha, ras. Axil tuz uniga tuzini chiqarib solamiz, ha. Piştimi çöp? Çöp pişti. Hem de suzuk ilip suga. Şöyle. Biz çay koysak buldu. Çöpünü süzüp iyi oldu qamalım. Çöpünü. Şunu da tirek çıkıptı, ha? Ximir. Mana bu qorpuğan sen qormini yana qızıpdınız-ku? Hem de bazılarının aşkazını sen načarlaba. Ondaq kişiler suga kıysa taza yaraşmay qilishi mumkin. Mana ekranlardagi do'stlar, Yunus ma'lum bizga sho'xli chipning tayyorlanish usulini ko'rsatdi. Qarsi bak yeyishlikda qiladi bu tamaqa ma'lum-a? Cho'qim yeyishlik bo'ldi. Cho'qim yeyishlikda qiladi. Chunki biz odatda turmushimizda shu un taomlarni, ya'ni ximir taomlarni ko'proq yeb odatlangan bo'lg'ashqa, bu tamoqni azaldan ko'rib baxmagan, yoki iste'mol qilib baxmagan kishilarimiz bo'lsa-mu, qarsili yigiz kelib ketgidek. Ha, ma'lum. Shundoq bo'ldi, endi bu sho'xliniki qishliq sho'xli boshqa rang jihatdan toza echib ketmadi. Yozliq sho'x bo'lsa, texnik qizil, texnik ko'rkam ko'rindi. Shunday yeyishlikda qildi. Bu tamoqning tabiati mo'tadil bo'lamdi ma'lum. Agar tuxum qo'shmagan bo'lsak, so'g'uq mayli bo'ladi-ya. Tuxum qo'shilgandan keyin tabiati mo'tadil bo'ldi. Mushu kishilarning mizojini tangslashdiki, yaxshi bir taom bo'lib hisoblanadi. Ozuqlik qiymati intayin yuqorida qildi. Buning qo'shgan materiallarmi boshqa qo'shimcha hech qanday material qo'shilmaydi, faqat o'sha sho'xlar, tabiiy yemekliklarga sho'xlar, tuxum degandek materiallarni asos qilib tayyorlangan. Uning ustiga o'sha ximirg'imi, tuxumning iqini qo'shganiga ximirmi bir quvvatlik, to'pidagi qo'rimismi bir quvvatlik, bak yeyishlikda qildi. Bu tamoqning aloydiligi hamda o'sha bu tamoqni etishda cho'qim diqqat qilmasa bo'lmaydigan nuqtalar bor ekan ma'lum-a? O'sha nuqtalarni ekran oldidagi do'stlarga yana bir qaytim ta'kidlab beramiz. Bu tamoqningki aloydiligi çöp, tirek, samsilliq. Ha, shundoq ekan. Yeyishlik. Qo'rimisa ko'rkam, ozuqlik o'ti yuqori. Yonlarda bir qaytim sinab baxmasanglar, chiqim armonni qag'daksizlar.